5 yoshli qizalog'imizda diagnozi burun to'siq qiyshiqligi, quloq oldi siyish va adenoid bezi kattalashishi. Hozir adenoid bezini oldik, endi burun to'sig'ini tekislamoqchimiz. Mana burun to'sig'i juda ham qiyshayib ketgan. Bemori chap tarafiga chiqib ketgan. Mana juda ham qiyshayib ketgan. Bu yoqdan tegib qo'ygan pastki chig'anoqlari. Bu hozir burunga qon tomir toraytiruvchi dorilar qo'ygandan keyingi holat ochib o'tiribdi. Hozir shu to'siqliklarni tekislaymiz inshaalloh. Mana alhamdulillah qizalog'imizdagi operatsiyalarni tugatdik. Alhamdulillah operatsiya juda ham yaxshi o'tdi. Jarohat o'rnlari toza bo'ldi. Quloq oldi oqmasini, qopchalarini olib, tozalab, yuvib, dori qo'yib, drenaj qo'yib, jarohatni tikib qo'ydik. Burun to'siqlarini tekisladik, adenoid bezini oldik. Inshaalloh 15-20 kundan keyin natijani ko'ramiz. Ana 6 kun oldin quloq oldi tug'ma oqmasini operatsiya qilib, kanallarini tozalab yopuvdik. Jarohat o'rni quruq, alhamdulillah hammasi yaxshi. Xudo xolasa bir oylada choplari bilinmay ketadi.